Allah Taala to'g'ri yo'lda mengish uchun ularga kitob tushirib bergan. Ular men Allohga ishinaman deb turgan bir xalq Allohni aldashga urinsa, Allohning cheklamalarini halollashtirishga tirishsa, mana shunda Alloh Taala ularning ustiga zolimlarni musallat qilib qo'yadi. Acaba bizning bunchalik jaholatni qilishimiz, o'zimizning ichidan chiqqan Abduqodir Domillamga o'xshash islohotchilarni tanıy olmay, ularni qadrlayolmay, o'z qo'limizdan o'ltirganligimizning ta'lunimi? Allohga haqiqiy ishonaman bo'lsa, o'lgandan keyin bir hayotning bor ekanligi haqiqiy ishonaman bo'lsa, unga ishonganda, uning uchun tayyorlik qilib yashashimiz kerak. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek, Bani İsraillar Yusha ibn Nun alayhissalomning qo'mondonligi ostida o'zining zaminini qul qilish yo'lida Alloh yo'lida kurash qiladi va bu urushda g'alaba qilib o'zining zaminini qulga oladi. Ya'ni mustaqillikdan iborat bu ne'matga erishadi. Lekin bu ne'matga erishib bo'lgandan keyin Allohga shukr qilmoq yo'q, tuzkorlik qilib, cho'ngchilik qiladi, haqavurlik qiladi. Allohning ularga bergan yordamini unutuydi. Bilganimizdek, ne'mat shukr qilish bilan, o ne'matning Alloh taolo tarafidan kelganligini bilish bilan hikmat ziyoda bo'ladi. Lekin undaq bo'lmay, pulni men bu mustaqillikqa men erishdim deb Bani İsraillarga o'xshash cho'ngchilik qilsa, Allohning azobiga uchraydi. O ne'mat qo'ldan chiqib ketadi. Bani İsraillar ana shundaq bir qancha yil cho'lda yashab, oxiri urush qilmasak bo'lmaydi ekan degan Allohning so'ziga kelib, urush qilib o'zining zaminini olgandan keyin, ya'ni mustaqillikdan iborat bu ne'matni qo'liga olgandan keyin Allohga cho'ngchilik qiladi. Hatto Allohning oyatlari bo'lgan Tavratning oyatlarini o'zining nafsiy xohishiga udil kelmasa, o'zining qilayotgan harom ishidan birini tusab qo'ysa, uni o'zgartib öz xahishi bo'yicha tushunadi va shunday tafsirlaydi. Alloh cheklagan harom qilgan ishlarga har xil hiyla ishlatib, ismini o'zgartib, uni halollashtirib, uni bilan mashg'ul bo'ladi. Masalan, Alloh taolo shanba kuni biliq tutmanglar deb ularni imtihon qilish uchun shanba kuni biliqni ko'paytib qo'ysa, ular to'ni juma kuni kech sap qo'yib, va yoki shanba kuni biliqni tutib suzmay qolib qo'yib, ya shanba kuni suzib, biz shanba kuni tutmadik deb Allohni aldashga urinadi. Demak, bir inson Allohning buyruq oldida o'zining aqlini qo'yib olib, aql yo'rg'ilitib, Allohga ish yugatgandek Allohni aldamoqchi bo'lsa, bu Allohning g'azabini eng qattiq keltiradigan ishlarning birisi. Bani İsraillar mana shunday Allohning eng qattiq g'azabini keltiradigan ishlarni qiladi. Hatto jazoni yeydi, usum yeydi, yolg'on taqtıdı. Yani Bani İsrail'in köp sallıqı erkin dünya, mustaqillik nimetiga erishgandan keyin onu shukr qilmoq yo'q. Allohning ularga bergan mo'jizaviy yordamini unutib tuzkorlik qiladi. Nafsiga ig'ir kelgan ularning mol dunyo, pul tepish yo'lini to'sib qo'ygan ba'zi bir hukmlarni jazonlarga o'xshash har xil usullar bilan halollashtiradi. Xuddi bugun kunimizdagi o'xshash o'zini musulmon deyotgan kishilar ularning oldida nihoyat ko'p pul tepish yo'li ko'rinyotidi, ammo u ishni qilsa Alloh cheklagan ishdan birisi bor. Mana shunday imtihonga duch kelsa, buningda nihoyat ko'p pul topilib bo'lgandek ko'ransimi, Allah cheklagan ishga deb keyniga yanamay, o cheklagan ishga fatvo izlab, har xil usullar bilan uni halollashtirishga tirishganga o'xshash. Bani İsraillar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Allah Taala ularga payg'ambar avassa, kitob tushirib bersa, ko'z oldin o'lakni tirildirib bersa, dengizni ikkiga ayirib bersa, mustaqillikdan iborat bir ne'matni bersa, uningga shukr qilmoq yo'q. Biz Allohga ishonamiz deb turib, Allohni aldigandek tuzkorlik qilganlik uchun Alloh Taala ularga bergan ne'matni tatib olishni iroda qiladi. Ya'ni Bani İsraillar Yusha ibn Nun alayhissalomning qo'mondonligi ostida Allohning yordami bilan o zamindan qo'lab chiqarib o'tgan amalliqlar ularga qayta hujum qilishga tayyorlik qiladi. Bu xabar ularga yetib keladi. Demek Bani İsraillarning oldida o'tkazgan gunohi, xiyonati, Allohning cheklamalarini halol qilishiga o'xshash mushu tuzkorlikni tufayli mustaqillikdan iborat bu ne'mati qo'ldan ketish oldida turibdi. Demak, Alloh taolo to'g'ri yo'lda mengish uchun ularga kitob tushirib bergan. Ular men Allohga ishonaman deb turgan bir xalq Allohni aldashga urinsa, Allohning cheklamalarini halollashtirishga tirishsa, Allohning oyatlarini o'zining nafsiy xohishi bo'yicha tushunsa va tafsirlasa, mana shunda Alloh taolo ularning ustiga zolimlarni musallat qilib qo'yadi. Dunyoda nurg'unlagan zulmlar bo'lyapti. Nurg'un yerda musulmonlar o'ltirilyapti. Nurg'un yerda musulmonlar zamini kofirlarning ishg'oliyati ostida qilyapti. Buning hammasida Allohning xabari bor. Bu ishlarning hammasi ilohiy qonuniyatlar manyapti. O zolimlarning yepi Allohning qo'lida. Demak, zolimlarning bir yerni ishg'ol qilib olishi olsun va yoki qon to'kilishi olsun, hammasining tagida nurg'unlagan ilohiy hikmatlar bor. Agar Alloh xohlamasa, o ish bo'lmaydi. Alloh xohlaganlik uchun o ish bo'ldi. Qarab boqadigan bo'lsak, Bani İsraillarmi Allohga tuzkorlik qilganlik uchun o amalliqlar ularning zaminiga yana hujum qilish oldida turibdi. Biz o'zimizning tarixiga qarab boqadigan bo'lsakmi, qo'limizga kelib bo'lgan mustaqilligimiz, davlatimiz nima uchun qo'limizdan chiqib ketdi? Buningda bizning xatoligimiz yo'qmi? Biz bu haqda o'ylashimiz kerak. Chunki dunyo tarixida hech qanday bir zulm sababsiz bo'lgan emas. Masalan, Bag'dodda 12-asrda yuz bergan Hulakoning qirg'inchiligiga qarab boqadigan bo'lsak, nurg'unlagan hikmat va darslarni ko'ra olamiz. Hulako Bag'dodga besib kirib, 40 kun ichida 2 millionga
haqiqiy musulmonni qirib tashlagan. Bag'dodning ichi jasadga to'lgan. Bag'dod u vaqtda islom xalifaligining poytaxti edi. U jasadlar betaraf qilinmag'achqa kasal taqab, vabo taqab ketgan. U vaqtdagi dahshatlik zulmga Yahudi, Nasaralarni yig'ilishib ketgan. Hulakoning qizi Bag'dodga cho'ng bir olimning atrofiga nurg'unlagan kishilarning urushib olganligini ko'rdi. U askarlardan u kim deb so'raydi. Askarlar bu odam o'sha yerda yashaydigan musulmonlarning diniy olimi. Hulakoning qizi o adamni oldimga elib kelinglar deydi. Askarlar u olim kishini Hulakoning qizini oldiga elib keladi. Sen Allohga ishonadigan bir kishi. Sizlar Alloh bizni yaxshi ko'radi, Alloh bizga yordam beradi deb o'ylaysizlar. Lekin ko'rding, urushda biz g'alaba qildik. Sizlar xor bo'ldinglar. Bu Allohning sizlarni emas, bizni yaxshi ko'rganligi emasmi deb so'raydi. Bu olim kishi nihoyat temkinlik bilan siz padishini ko'rganmi deb so'raydi. Hulakoning qizi ha ko'rgan deydi. Bu olim kishi padishining qishda bir it bo'lamdi deydi. Hulakoning qizi albatta bo'ladi deydi. Olim kishi padishi u itini qanday vaqtda ishlatadi deydi. Hulakoning qizi albatta padishining qo'ylari chegaradan chiqib ketgan qolgan vaqtida uni qaytirib akilishni ishlatadi deydi. Olim kishi dal shuningga o'xshash sizlar Allohning itlari. Biz qachoniki Allohning chegaralarining sirtiga chiqib ketsak, Alloh taolo sizlarni avatidi. Biz chegaraning ichiga qaytgan vaqtimizda sizlar bu yerda turolmaysizlar. Biz chegaraning sirtiga chiqib olgan bo'g'achqa sizlarni Alloh taolo avatdi. Biz Allohga qaytib iymonimizni mustahkam turib, Alloh bergan ne'matlarga shukr qilsak, tuzkorlik qilmasak, sizlar bu yerdan chuqum yo'qilisizlar deydi. Amaliyotda Qur'ondagi qissalar bo'lsin va yoki tarix qarab qolgan bo'lsak, musulmonlar qachoniki Allohning cheklamalarining sirtiga chiqqan vaqtida u musulmonlarga xorliq mubtalo bo'lgan. Islomga mahkam islaganda bo'lsa, ular kuchlangan, azizlikka erishgan. Bani Isroillarni Allohning buyrug'iga bo'ysunib jihad qilganligi uchun Alloh taolo ularga o'zining zaminini qulga bergan, mustaqilligini bergan. Mustaqilligini qulga ep bo'lgandan keyin Allohga shukr qilmay, tuzkorlik qilganligi, Allohning oyatlarini o'zgartganligi uchun, ya'ni Allohning chegarasining sirtiga chiqqanligi uchun Alloh taolo o'zining ixti bo'lgan u amalliqlarni ularga avatishni iroda qildi. Endi o'zimizning tarixiga bir qarab boqaylik. Beshimizga kelgan bu zulmlar, o zolim tajovuzchilarning bizga musallat bo'lishi, bizning zaminimizni ishg'ol qilib olishi, ajaba o'zimizning rahbari, davlat arbobi, diniy olimi bo'lgan Sobit Damullamni o'z qo'limiz bilan tutib dushmanga topshirib berganligimizning jazosimi? Ajaba bizning bunchalik jaholat qilishimiz, o'zimizning ichidan chiqqan Abduqodir Damullamga o'xshash islohotchilarni tuniy olmay, ularni qadrlayolmay, o'z qo'limiz bilan o'ltirganligimizning talonimi? Va yoki Muhammad Emin Bug'rodek tajovuzlarga qarshi kurash qilgan, o'zining jinni atgan, hayotini atgan mujohidimizning qadrini qila olmay, uningga har xil tuhmat va bo'xtonlar bilan aziyat berganligimizning ochiq mevsimi. Ajaba zulmning bunday uzunga suzilishi, hali ham o'zimizning shaxsiy manfaatini umumiy xalqning manfaatidan ustun qo'yib olganligimiz, haqiqiy dushmanni dushman deb emas, o'zimiz birimizni dushman ko'rib, birimiz bag'ayaga birimiz bormay, shunday ustal urundiq talashganligimizning jazosimi? Allohning yordamining bizga kelmasligi. Ajaba bizning Allohning yordamiga loyiq bo'lgan haqiqiy mu'min bo'lmaganligimiz. Alloh taolo cheklagan ishlar bizning manfaatimizga zid kelib qolsa, uning shartsiz itoat qilmay, haqiqiy musulmon bo'lmaganligimiz uchun, ya'ni manfaatimizga taqashmasa musulmon bo'lib, manfaatimizga taqashsa musulmon bo'lmaganligimiz uchun Allohning yordami bizga kelmayyotamdi. Va yoki kundan kunga islomdan yiroqlashib, chiqish yo'lini boshqa yerdan izlab, mushu dunyoga berilib ketganligimiz uchun Alloh taolo bizga yordamini nisb qilmayyotamdi. Nurg'ulg'an boylarimizning jon tikib topgan pullarining vatanda qilib, zolim tajovuzchilarning ega bo'lib olishi, ajaba bizning o pullarni joyida xaylamaganligimiz, Alloh yo'lida yaxshilik yo'llariga xaylamaganligimizning jazosimi? Va yoki pulni men topdim deb o'zimizga ishinib qolganligimiz uchun Alloh taolo, "Ey bandam, pulni sen topmading, pulni men sana berdim. Xolisam elib olama, xolisam berima. Sen pul tepishga emas, pulni saqlashga qodir emassan. Har ish mening yordamim bilan bo'lgan. Pulni men sana bergan" deb buni bildirish uchun bo'layotamdi. Biz bu haqda o'ylanishimiz va o'tkazgan xatoligimiz bo'lsa, uni tunib Allohga tövbe qilishimiz kerak. Chunki Allohning yordami o yordamga loyiq bo'lganligiga nisb bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Chuqum sizlarga yordam qilaman" dedi. Lekin kimga yordam qilaman dedi? Va kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Mening yordamim mu'minlarga haqdir deydi. Qanday mu'minga? Manfaatiga taqashmasin, o'zining qilayotgan ishini to'smasin, o'ziga eg'ir kelsin, Allohning buyrug'ini shartsiz ijro qiladigan, Allohga haqiqiy ishongan, bu dunyoga itoat qilgan emas, oxiratga itoat qilgan, oxiratga ishongan, hayotini, iqtisodini, vaqtini ana shu oxirat hayotini ko'zlab otgan haqiqiy mu'minlarga haqdir deydi. Ammo bizga o'xshash oxiratga ishonaman, Allohga ishonaman, jannatga kirgim bor deb qo'yib, ammo ishongan u oxiratga, jannatga ma dunyoga to'lagan badalni to'layolmasak, mushu dunyomiz uchun qayg'urgandek oxiratimiz uchun qayg'uranmasak, biz haqiqiy mu'min bo'lolmaymiz. Bu vaqtda biz qanchalik yig'lab duo qilib ketili, o'pchi duo qilib ketili, yolg'iz duo qilib ketili, bizning duomiz ijobat bo'lmaydi. Allohning yordami bizga kelmaydi. Chunki Allohning yordami haqiqiy mu'minlarga, oxiratga haqiqiy ishonguchilarga, jannatga haqiqiy ishonguchilarga haqiqat. Biz bir oylik bir safarga chiqmoqchi bo'lsak, safarga chiqishdan burun nega boradiganligimiz, nega tushadiganligimiz, nima yeydiganligimiz,
turadiganligimiz, nä turadiganligimizgacha hammani planlaymiz. Hepti burun uning tayyorligini qilamiz. Lekin biz oxiratga boradiganligimiz muhaqqaq haqiqat bo'lsa-mu, biz o'zimizni uningga ishonimiz, oxiratda bir hayot bor deb tursaqmi, lekin uningga hech bir tayyorliksiz xiyoliy yurishimiz bizning o oxiratga ishonaman degan gapimizning rost emasligini bildiradi. Chunki oxiratga ishonaman, jannatga ishonaman deb qo'yib xiyoli uningga tayyorlik qilmay yurgan bu inson bir yerga sayohatga chiqmoqchi bo'lsa-mu, uning tayyorligini qiladi. Hammamiz o'lgandan keyin o oxiratga boramiz deb qo'yib bizning xiyoliy yurganligimiz haqiqiy mu'min bo'lmaganligimizni bildiradi. Shunga biz o'zimizni aldimay iymoniy jihatda o'zimizni bir tekshirish olib berishimiz kerak. Allohga haqiqiy ishonaman bo'lsak, o'lgandan keyin bir hayotning bor ekanligi haqiqiy ishonaman bo'lsak, uningga ishonganda, uning uchun tayyorlik qilib yashashimiz kerak. Uni ko'zlab yashashimiz kerak. Bo'lmasa o'zimizni aldab bu hayotdan quruq qolamiz, abadiy hayotdan quruq qolamiz. Shundaqla iqtisodiy jihatda chet elga chiqqandan keyin nurg'ulg'an boylarimizniki tuyuqsiz puldan ajrab ketishi, sodlarning keyniga mingishi, bu biz o'ylanishga tegishli va uning ichidan hikmatlarni süzib dars olishga tegishli masalalarning birisi. Hargizmi chet elda pul topqili bo'lmaydi ekan. Pul topadigan yer vatanda ekanda bunda qarasa, bu musibatlardan, bu qiyinchiliklardan dars olmagan bo'lamiz. Chunki vatanda sizga rizq bergan Alloh chet eldan bor. Siz pul topqili bo'lmaydi ekan deyotgan bu chet elda nurg'un kishilar pul topyotidi. Lekin Alloh taolo bizga bermayotidi. To'g'ri, bizga bermaslikda, ya'ni tijoratimizning ziyon tortishida biz qarasak ko'radigan, biz biladigan nurg'ulg'an sabablar bor. Biz uni qilsam unda bo'pti ekan, buni qilsam foydalanadi ekanman, unda qilgan bo'lsam ziyon tortmaydi ekanman deb faqat sababga bog'lansak, yana xatolashimiz, yana yetarlik darsini olmagan bo'lamiz. Chunki mu'min sababga bog'lanmaydi. O sababni paydo qilgan Allohning qudratidagi ma'nolarni, shularni elishga tirishadi. Alloh taolo sizga rizq berishni iroda qilsa, siz savossiz bo'lsangizmi, maktabda o'qimagan bo'lsangizmi, ilg'or maktablarda iqtisodda o'qigan kishilar topolmagan pullarni, topolmagan rizqlarni Alloh taolo sizga berishni iroda qilsa, cho'qim beradi. Xuddi vatandagiga o'xshash. Vatanda qarab boqadigan bo'lsak, savossiz, maktabda o'qimagan kishilarga Alloh taolo nurg'ulg'an rizqlarni beribdi. Aksiga qarab boqadigan bo'lsak, ilg'or maktablarda o'qigan kishilar nurg'ulg'an pullarni topolmadi. Ya'ni Alloh taolo, ey bandalarim, pulni, iqtisodni men beraman. Faqat sizlar sabab qilasizlar. Sizlarning sababinglar nihoyat kichik, faqat bir sabab, ammo rizq mendan deb buni bizga hozir o'rgatyapti. Shunga bugungi kunimizda, ya'ni iqtisodlik kishilarimizdan qo'ldan pullar chiqib ketayotgan, tijoratlar oqmayotgan, keyinmayotgan bundaq paytda o'yinlashimiz, tafakkur qilishimiz, nima uchun bu iqtisodimiz oldiga siljimaydi? Nima uchun tijoratda foyda ololmaymiz? Bu haqda o'ylashimiz kerak. Rizq berguchining Alloh ekanligi, pulning bir omonat ekanligi, agar biz uni joyida xarjlamasak, Alloh taolaning u pulni bizni ilib olganligini bilishimiz kerak. Chunki biz balamiz pul bersak, balamiz pulni joyida xarjlamasa, buzib chassa va yoki xarjlan degan xarjlamasa, ukullarga bermasa, undan biz pulni ilib olamiz. Dal shunga o'xshash iqtisodni, rizqni bizga Alloh beradi. Vatanda bergan Alloh yoq yurtlarda, chet eldimi beradi? Xuddi boshqalarga berganga o'xshash. Biz hushimizni topsak, pul bergan vaqtida nega xarjlashni bilsak, pulning bir omonat ekanligini bilsak, unda qilmay, bu haqda o'ylanmay, faqat sababga bog'lanib, unda qilmagan bo'lsam foyda oladi ekanman, bunda qilmagan bo'lsam ziyon tortmaydi ekanman deb bu xil holat o'tib ketsak, yana g'aflatda o'tib ketgan bo'lamiz. Chunki Alloh taolo sizga bir ziyon serishni iroda qilsa, ziyon chiqadigan narsa sizning ko'zingizga chiroyli ko'rinadi. Alloh taolo sizga foyda berishni iroda qilsa, foyda chiqadigan narsalar sizga chiroyli ko'rinadi va ishlar nihoyat o'ng keladi. Hatto o'ylamagan tijoratlaringizdan foyda chiqib ketadi. Xuddi vatandaga o'xshash. Siz unchalik o'ylab ketmagan ishlardan siz o'ylamagan foydalarni olasiz. Vatanda Alloh taolo pul berishni ilgari namrat odammi, siz pul berganmi, siz chet elga chiqqandan keyin yana shu iqtisodiy jihatda ziyonga uchrash orqali imtihon qilinganmi siz. Demak, bizning hayotimiz Allohning irodasi bilan ana shunday egiz pas bo'ldi. Shunga bunday vaqtlarda iqtisodlik kishilarimiz, tijorat sohasidagi kishilar Allohga texmi bog'lanib, isrofchilik, cho'ngchilik, o'ziga ishonib qilish, Alloh cheklagan ishlarni yiroq to'maslikqa o'xshash mana bu shunday tuzkurliklarni yiroq qilib Allohga bog'lanish kerak. Sababga cho'qinib qilishdan qattiq saqlanish kerak. Allohga ana shunday bog'langan vaqtida, ya'ni bu qiyinchiliklardan, bu tijoratdagi ziyonlardan to'g'ri bo'lgan uchurlarni olgan vaqtida Alloh taolo loyiq ko'rsa, bizga iqtisodni yana beradi. Shunga meyli beşimizga kelgan zulmlar bo'lsin, qiyinchiliklar bo'lsin, tijoratga ziyon bo'lsin, biz uningda o'yinlab, sababga bog'lanib qolmasdan, u sababning keyindagi Allohning qudratini tushunishga tirishimiz kerak, ibrat va dars olishimiz kerak. Hech qanday bir zulm, hech qanday iqtisodiy bir ziyon, hech qanday bir qiyinchilik Allohning xabarisiz, Allohning irodasiz asla ve asla bo'lmaydi. Bani İsraillar ana shunda Allohga tuzkurlik qilganligi, Allohga shukr qilmaganligi uchun Alloh taolo ular qo'g'lab chiqarayotgan amalliklarni qaytadan hukmron qilishni iroda qildi. Amalliklar nihoyat zo'r qo'shin bilan ularning ziminiga hujum qilish uchun tayyorlanib, ularning ziminiga qarab mangdi. Bu vaqtdagi Bani İsraillarga Alloh taolo Hizqil ismli bir odamni payg'ambar qilgan edi. Bu payg'ambar amalliklarning ularga besib kelganligini anglab, ularga qarshi urush qilishimiz kerak, jihadga tayyorlik qilishimiz kerak deydi. Ammo qalbini dunyo qoplab ketgan, qo'rqinchaqlashib ketgan bu Bani İsraillar
biz amalıqlarga qarşı uruş qılanmaymiz deb ularning ko'p sonliqi yuk taqlari, iqtisodlari hammasini yo'g'ishtirib, bu amalıqlar besib kirishdan ilgari boshqa davlatlarga qechib ketadi. Alloh taolo ularning ahvolidan bizni ogohlantirib, ularning ahvolini Qur'on Karimda bayon qilib, alam tara ilallazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ey Muhammad, o'zining ziminni qo'dab o'lishdan qo'rqib, yurtlarini tashlab qechib chiqqan u kishilarni ko'mdingmi? Ya'ni u kishilarning xabarini angladingmi? Ular urush qilsak o'lib qoldi ekanmiz deb o'zining ziminni qo'damay, Alloh yo'lida kurash qilmay, yurtini tashlab qechib chiqibdi. Mutu Alloh taolo ularga o'linglar. Ya'ni sizlar o'limdan qochalam dekansizlar, qani ko'rib baqinglar deb mutu degan bir buyruqni qildi. Ularning hammasi o'zining yurtidan qechib chiqqandan keyin xuddi bir odam o'lgandek hammasi o'ldi. Elib chiqqan oltin kumushlari hammasi qolib qoldi. Amalıqlar bolsa nəhayət zor qoşun bilan Falastinga besib kelib, bu yerdə qalğan Bani İsraillarni o'ltadi, xarladı. Tirik qolganlar bolsa qechib chiqib ketib sarson bo'ldi. Bu qalaymiqanchilikda Musa alayhisolamning qolib qolgan, tarvatlar saqlangan, Musa alayhisolamning has saqlangan nəhayət qimmatlik bo'lgan Bani İsraillarning eng güclari bo'lgan sanduqni yutirib qo'ydi. Bu sanduq Musa alayhisolamning qolgan tavarruk bo'lib, bu sanduqni yo'qotish Bani İsraillarga nisbatan nəhayət qattiq alam ve azap bo'ladi. Demek ziminni qo'dash yo'lida urush qilishdan qo'rqqanlar, qochqanlar ana shundaq ularning muqaddas narsalarni qo'ldan ketadi. Xuddi bizga o'xshash. Bizmi burundan tortib jon saqlashni asos qilib, o zalimlarga qarshi urush qilishni o'ylashmaganligimiz uchun bugungi kunimizda bo'lsa, muqaddas joylarimiz bo'lgan masjidlar yiqildi. Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga: "Ey Muhammad, sening ummatingmi mana bu shundaq o'zining ziminni qo'dash yo'lida urushdan qochmasin" deb "Vaqatilu fi sabilillah" qochmanglar, Alloh yo'lida kurash qilinglar deb bu oyatni nozil qildi. Demek vataniga düşman besib kirgan vaqtda u yerdagi mazlum xalqning qildigan ishi boshqa bir hunar kasb, shirkat echish, pul tepish va yoki bolalarni yuqori saviyada o'qitish emas. Eng burun qildigan ishi u dushmanni yo'qotish, dushmanga qarshi turish. Chunki zaminni tatqizib qo'yib, qanchalik korxona shirkatlarni qurib ketsin, bolalarni yuqori saviyada o'qitib ketsin, qanchalik pullarni to'plab ketsin, u zalimlar uni birdamla elib oladi. Xuddi hozirgi o'xshash. Kashki biz vatanimizda pul tepishga, shirkat korxona qurishga ajratgan shu vaqtimizni, shu zehnimizni, xotirgan shu boshlarimizni qanday qilib ma zalimlarni, ma yurtimizni qo'llab chiqiramiz, qanday qilib bularni yo'qitamiz, qanday qilib o'zimizning ziminni qo'lga olamiz degan bu haqda o'ylangan bo'lsak, balkim ahvolimiz hozirgidek bo'lmasligi mumkin-di. Ammo biz chiqish yo'lini Qur'ondan emas, boshqa yerdan izladik. Qur'onda vaqatilu fi sabilillahillazina yuqatilunakum, sizlar qarshi urush qilgan, sizlarning ziminini tortib olgan kishilar qarshi urush qilinglar desa, biz urush qilmay, bolalarimizni yaxshi tarbiyalab, ondan keyin bir ish qilamiz, cho'ng-cho'ng korxonalarni qurib, pul tepib, ondan keyin bir ish qilamiz deb har xil bahonalar bilan dunyoga bilib ketganligimizni yapdik. Natijada bo'lsa, u topgan pullarimiz, u korxonalarimiz hammasi ketdi. Demek vatani qo'ldan ketgan millatninki eng burun qildigan ishi u zalimni yo'qotish bo'ladi. Shunga mayli chet elda o'qiyotgan doktor bo'ling, mayli doktor bo'ling, mayli kompyuter injeneri bo'ling, u qilayotgan ishingizning eng oxirisi u zalimlarga qarshi kurashga tutashmasa, bu zulm davomlashadi, bu xorliq davomlashadi. Allohning oldiga borgan vaqtda va qatilu kurash qilinglar degan bu buyruqqa itoat qilmaganlikning jazosini biz tortamiz. Bani Isroillar ana shundaq va qatilu Alloh yo'lida kurash qilinglar, ya'ni ziminlarni besvog'ili qo'ygan u zalimlarga qarshi kurash qilinglar deb bu buyruqni unutmaganligi, bosh tortganligi, o'limdan qo'rqqanligi uchun qochqanlarni bir odamni o'ltirgandek hammasini o'ltiribdi. Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu ana shu qochqanlar bo'lsa 9000 nafar edi. Ularning hammasini Alloh taolo o'ltirayotgan deydi. Qochmaganlar bo'lsa namrat, ojizlar bo'lg'achqa, ularni u amaliqlar o'ltirib, xorlagan, saqaganlar yaqurtlarga qochib ketgan. Demak, Alloh yo'lida kurash qilishdan bosh tortish orqali qulga kelib bo'lgan ziminidimi ayrilib qoldi. Hozirgi bugun kunimizdami Alloh taoloninki vaqatilu fi sabilillahillazina yuqatilunakum, sizlar qarshi urush qilib ziminlarni elib olgan u kafir, u zalimlarga qarshi kurash qilinglar degan bu gapining birdan bir chiqish yo'li ekanligini atrofimizdagi qo'shni davlatlardan ko'ralaymiz. Bizning ko'zimizga safosiz, oddiy sodda ko'ringan ana shu kishilar Alloh taoloning bu so'ziga amal qilganligi uchun o'zining ziminni 20 yil urush qilib bo'lsa-mu oldi. Ular birinchi qildigan ishni pul tepish, shirkat korxonalarni qurish qilib olmadi. Va yoki biz bolalarimizni o'qitib, kuchilib, on bir ish qilsak bo'ladi deb aql o'ynamadi. Faqat Alloh taolo bu zalimlarga qarshi urush qilinglar dedi. Biz urush qilib ziminimizni elib bo'lib, ondan keyin qildigan ishimizni qilamiz dedi. Natijada ularning Alloh taoloning oyatiga amal qilganligi to'g'ri chiqdi. To'g'ri, siz bizga o'xshash sapaliq bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bolalarni yuqori oliy ma'lumotli qilmagan bo'lishi mumkin. Hatto siz biz ishlatgan telefonni ishlatilmaydigan bo'lishi mumkin. Ammo ziminni qo'lga oldi. Bizga o'xshash u maslar chaqilsa, chet elda xotirjam yashamadi. Bizga o'xshash akalarni, otalarni, och singillarni u zalimlarning oyoq tappalari ostiga tashlab qo'ymadi. Hammasi erkin hur holda namrat bo'lsa-mu, oddiy bo'lsa-mu, taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu, o'zining mustaqilligini, ziminni qo'lga oldi. Chunki ular xotilu Allohning bu buyrug'iga amal qildi.
Ammo biz bu buyruqqa bo'ysunmay chiqish yo'lini boshqa izlaganligimiz uchun kelgan ahvolimiz bu. Rostgapni qilgan vaqtda Alloh yo'lida kurash qilishning jafosi bo'lganligi uchun, qiyinchiligi bo'lganligi uchun, uning ichida o'lim yetim bo'lganligi uchun bu bizga ig'ir keldi. Bu ig'ir kelganlikni biz boshqa bir bahonalar bilan, boshqa bir nazariyalar bilan yapdik. Ya'ni biz kuchlanib, bolalarimizni yaxshi o'qitib, korxonalarimizni ko'plab qurib, iqtisodiy jihat kuchlanib, ondan keyin bir ish qilamiz deb, oyig'ini o'zimizni chiqarolmaydigan bu shunday yo'llar bilan o'zimizni basladik. Natijada u tirishchiligimizning hammasini u zolimlar egalladi. Demak, davlat yo'q millatning birinchi qildigan ishi bo'lsa kurash qilish. Shunga mayli o'zimiz nima ish qilaylik. Bolalarimiz mayli qaysi kasb o'qisin, uning birinchi ko'zlaydigan nishoni bo'lsa, o'zining ziminini qo'lga olish yo'lida kurash qilish bo'lishi kerak va shu yo'lga tutish kerak. Unda bo'lmaganda bolalarimiz qancha oliy o'qib ketsimi, u boshqa bir davlatda bizga hech qanday foydasi yetmaydigan bir o'rinda xizmat qiladi. Uyg'ur millatiga hozir holatida undaq odam lozim emas. Hozir holatda Uyg'ur millatiga millat uchun janni, milni sarf qila oladigan fidokor inson lozim. Shunday qilib Bani Isroillar Allohning buyrug'idan bosh tortganlik uchun, ya'ni u zolimlarga qarshi kurash qilishdan bosh tortganlik uchun bir qismini Alloh taolo vafot qilib o'tadi, ya'ni o'ldirib o'tadi. Yana bir qismi sarsam bo'ladi. Oradan bir qancha yil o'tadi. Hizqil alayhissalom bo'lsa, ularga yana nasihat qilishni davom qiladi. Bir kuni Hizqil alayhissalom Alloh taolo vafot topgan kishilarning qishig'iga kelib, ularning jasadlarini ko'zladi va o'yinlab o jasadlardan dars olishga boshlaydi. Bu vaqtda Alloh taolo Hizqil alayhissalomga vahiy qilib, ularni tirildirib turishni xohlamsa deydi. Hizqil alayhissalom albatta xohlayman ey Alloh deb Bani Isroillarning hammasini ana shu kishilar o'lgan yerga to'playdi. Alloh taolo xuddi uyqudan uyg'ongandek u Bani Isroillarning hammasini qaytadan tirildirib beradi. Ya'ni Alloh taolo u Bani Isroillarning oxiratga bo'lgan, jannatga bo'lgan iymonini texmi kuchaytirish uchun mana bu shunday mo'jizalarni ko'z oldida ko'rsatdi. Chunki Bani Isroillardagi eng chong masala nima desa, oxiratga bo'lgan iymonning ojizligi. Xuddi bizga o'xshash. Oxiratga ishonaman deydi, lekin ishongan u oxirat uchun pul xarjlamaydi, pullarni u oxiratga yo'llamaydi. Jinni u oxirat uchun setishdan, tegishdan keyinga yanadi. Bu sababdan Alloh taolo ularning oxiratga bo'lgan iymonini texmi kuchaytirish, ular o'lgandan keyin Alloh taolo ularni ana shunday tirildirganligini ularga ko'rsatish uchun o'lgan odamlarni ularning ko'z oldida tirildirib beradi. Shundaqla bu voqelikni bizning u oxiratga bo'lgan iymonimizni kuchaytirish uchun Qur'on Karimda bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vahiy qiladi. Bu ahvolni ko'rgan Bani Isroillarning iymoni qaytadan kuchaydi. Oxirat haqiqatan bakan degan yerga keladi. Oradan bir qancha yil o'tadi. Hizqil alayhisalom vafot topadi. U Bani Isroillarning cho'nglari vafot topadi. Yangi avlodlar maydonga kelishga boshlaydi. Alloh taolo ularning ichidan Shimovil ismli bir odamni payg'ambar qilib tanlaydi va uningga vahiy qiladi. Shimovil alayhisalom bo'lsa, ularni yana shu oxiratga bo'lgan iymon, oxirat uchun jinni, milni pido qilishdan qo'rqmaslik, Alloh yo'lida qo'rqmaslik haqida kuchli tarbiya elib boradi. Buning natijasida Bani Isroillarda o'limdan qo'rqmaydigan ruh, o'zining ziminni qo'lga olish yo'lida kurash qilishdan qo'rqmaydigan shunday kuchli iymon shakllanadi. Ular Shimovil alayhissalomga "Ib'at lana malikan nuqatil fi sabilillah." Ey payg'ambar, bizga bir qo'mondan, bir podshoh tayinlab bergin. Biz shu podshohning qo'l ostida urush qilib, o'zimizning ziminni qo'limizga olaylik. Ilgari ota-bobolarimizni qo'rqab tashlab chiqib ketibdi ekan. Endi biz o'limdan qo'rqmaymiz. Biz urush qilib, u amoliklarni qo'g'lab chiqarib ataylik. Ziminimizni, mustaqilligimizni qo'limizga olaylik deydi. Shimovil alayhissalom ularning bu qizg'inliginingki haqiqiy kuchli iymondan emas, vaqtliq hayojonning kelganligini his qilib, "Hal asaytum in kutiba alaykumul qital alla tuqatilu." Agar sizlarga Alloh jihadni, urush qilishni farz qilib qolsa, urushmay qolasizlarmikin deydi. Ular bo'lsa, "Va ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min darina wa abnaina." Biz nima deb urush qilmoqdakmiz? Biz yurtlarimizdan chiqarilgan tursak, mustaqilligimiz qo'limizdan ketgan tursa, bolalarimizdan ayirib o'tilgan tursak, nima deb biz urush qilmoqdakmiz deb o'zining nihoyat kuchli irodaga kelganligini Shimovil alayhissalomga bildirishdi. Bu vaqtda Alloh taolo ularga jihadni farz qiladi. Ya'ni ziminlarni qo'lga olish yo'lida Alloh yo'lida kurash qilinglar deydi. Shundaqla ularga Talutni podshoh, qo'mondan qilib beradi. Talut bo'lsa oddiy bir dehqon edi. Endi bu Bani Isroillar Talutning qo'mondanligi, podshohligiga bo'ysunib, u amalliklarga qarshi urush qilamdi. Bu urushda bular g'alaba qila olamdi. Bu haqda tafsilotlar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin.